Xavotir olmang aziz ota-onalar, bu siz o'ylagandek epilepsiya yoki qandaydir sudurgi xurujlar emas. Bu kichik yoshdagi bolalarda kuzatiladigan, xavfsiz kechuvchi, 1-5 soniya davom etadigan shaddering xurujlari hisoblanadi. Bu xurujlar bolalar hayajonlanganda, biror narsaga diqqat e'tiborini qaratganda hamda ovqatlanayotgan paytda yuzaga keladi. Hamda bosh, bo'yin, yelka hamda qo'l mushaklarining tortishishi bilan kechadi. Bu xurujlarga hech qanday davo shart emas, bolaning hushi saqlangan bo'ladi, hayot sifatiga ta'sir qilmaydi. Bu epilepsiya emas. Ta'kidlab o'taman, EG ko'rsatkichlarida hech qanday epileptik o'choqlar aniqlanmaydi va bunga hech qanday davo muolajasi shart emas. Bolada o'z-o'zidan 2-3 yoshiga kelib turib, bu xurujlar bartaraf bo'ladi. Bolamda epilepsiya paydo bo'ldi yoki sudurgi bo'lyapti deb qo'rqib yurgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying, ular uchun bir xushxabar bo'lsin.